Menimcha do'stim niyat ketdi-yu. Sababi yana bitta Monza topib qo'ydim. Siz uchun yana ham arzonlashtirib beraman. Olmasangiz bo'lmaydi endi, uyat bo'ladi. Do'stim yana bitta qora Monza 2023-yil. Bunisi endi 35 ming pramga yurgan xolos. Lekin tonirovkasi yo'q. Anunga o'xshab tonirovkasi yo'q. Lekin ichini bitta ko'rsangiz, ezilmagan, faqat ishga borib kelganman xolos deyishyapti egalari. Do'stim, bunaqangi shikalat narx yo'q shikili. Toshkentda ham bunaqa shikalat narx bergani yo'q. Ichlarini ham bitta ko'ring. Mana bu haqiqiy dehqon mashinasi bo'ladi. Opsotalarga o'xshab o'sma qo'y, boshqa qo'y demaganlar. Raz olib chiqib mashinani sotmoqchi ekanlar. Egalari ham juda ham yaxshi inson. Xudo xolasa kelishib o'zlari nomida sraz оформлениyalar hamma joylarni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Mana turishini ham ko'ring do'stim. Do'stim, mana bunaqa mashinalarni arzon narxga o'tkazib yubormasligi uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana shunaqangi mashina qidirib yurgan do'stingizga tashab qo'ying. Ular ham obuna bo'lib olishsa, xudo xolasa mana shunaqangi arzon mashinalar qo'yib turamiz. Kuzatib borasizlar, xudo xolasa baraka qilamiz. Buni narxini aytmadim. Buni narxi 15600. Egalar bilan kelishib qo'ydim. Men hozir Toshkentda ham bunaqangi sostoyaniya mashina ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Do'stim, 15600 ga Monza topish amri mahol. Hozirgi paytda ham bunaqangi toza kraska bilan, bunaqangi ezilmagan zo'r sostoyaniya edi. Sraz pastga telefon qiling do'stim, xudo xolasa baraka qilamiz. Do'stim, mana shunaqangi siz uchun arzon mashinalar qidirib yuribman. Bu videoni Monza qidirib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Mana shu kanalga obuna bo'lsalar, xudo xolasa arzon mashinalardan sotib olib, maza qilib haydab yurishadi. Mana bunaqangi istalali mashinalardan